Qirg'izistonda tug'ildingmi? Значит, sen qirg'izsan. Tushundingmi? Qirg'izistonda mana sening yurting. Sen обязан buni защищать qilgani. Buni iloji yo'q. Hali o'zbekman deb o'zbek bilan qirg'iz urushib ketsa, o'zbekka o'tib ketib qolishing, u haligi nima bo'ladi? Nima deysan? Предательство. Лучше sotqin. Shunday sotqin bo'lasan, nimaga desang, bu yerda biz nonni yedik, biz katta bo'ldik. Biz mana shu yurtda katta bo'ldik-da oğlum. Sen, men, короче. Men ham O'zbekiston tug'ilganman, Toshkentda tug'ilganman. Lekin bu yurt bizning yurtimizda. Men o'zbekmanmi? Nastoящий o'zbek, toshkentlik o'zbekman. Gap unda emas. Lekin Qirg'izistonni men yurtim deb bilaman. Chunki mana shu yerda men katta bo'ldim. Bu meni yerim. Boshqa iloji yo'q. Sen ham mana shu yerda katta bo'lding. Mana shu yurt senga mana shunaqa tinchlik nima qilyaptimi mana senga? Tinch yot, to'g'rimi? Futbolga qatnashyapsan. Hamma yoq qilyapsan. Yo futbolda birov qirg'iz, o'zbek qilyaptimi? Hech kim qilmayapti, ha? Shu bu yurtni защищать qilishimiz kerak oğlum. Shuni bu bizni yurtimiz. Qirg'iz bo'lsa ham, o'zbek bo'lsa ham, tojik bo'lsa ham bizni yerlarimiz. Bu yerlarga ashaqa nima qilmasang, erkecha turmasang bo'lmaydi. Shunday biz bu bizni yurtimiz. Bu Qirg'iziston. Sen xudo xolasa katta futbolist bo'lib ketsang, Qirg'izistondan chiqasan. Bu O'zbekistondan chiqmaysan-da, короче. O'zbek bu bular, O'zbekiston bu sportchi. Sen qirg'iz sportchi bo'lib chiqasan. Tushundingmi? Shuning uchun hech qachon nima qilma. Sen ash qirg'iz sportchisisan, короче. Bitta qirg'iz, hali sen o'zbek, ulut qilsa, jag'iga ur, короче. Jag'iga bitta urib turib, bu bizni yurt. Bu hammani yurti, bu hech kimni yurti emas, bu yerlar. Yerlarni aytaymi? Bu Alloh taolo bergan yerlarda oğlum. Sen rizqing mana shu yerda ekan. Значит, mana shu rizqqa nima qilamiz-da oğlum. Shundaymi? Hali o'rtoqlaring o'zbek, qirg'iz bir narsalar desa, quloq solma. Bitta ham quloq solma, yarimta ham quloq solma, потому что bu bizni yurtimiz, Qirg'iziston. Bildingmi? Qirg'iziston bizni nimamiz? Jahon chempionatining eng yaxshi yosh futbolchisi. Boyaga to'qnashuvdan keyin o'zi futbol o'ynasang ham Qirg'izistonni ko'taraman deb o'yladi. Shuningdek biz ham jahon chempionatiga chiqaylik. Shuningdek qirg'iz, o'zbek, bu Qirg'iziston katta natsionallik bilan davlat. Tushunamsan? Juda ham katta natsionallik davlat. Bu Qirg'izistonda har xil natsiyalar bor. Sen ash Qirg'izistonni ko'taraman deb chiq. Agar biz dunyoga chiqsak qancha u? To'g'ri? Eng yaxshi oxirgi himoyachi degan mukofot berishdi. Aslida chunki darvozabon bo'lib bir narsani eslatmayapti. Darvozabonlik degani yo'q. Haqiqatan avvalgi jahon chempionatida Emiliano Martinez
yurtimizda oğlum shunday bizni prezident hozir kim? Bizni prezident Sadir Japarov nima qilyapti bizga? Qanday ish bo'la qilmayapti? Ha? Hamma yo'q qilyapti bechora. Hamma yo'q qilyapti, bizga yordam beryapti. U odamlarning gapiga ishonaman. Mana shuncha tinchlik kirdi davlatimizga. Qara. Sen kichkinaligingda u urushlar, bir-birini o'ldirib, shunaqa ishlar bo'lgan. Hozir mana tinch, Xudoga shukr. Hamma yoq tinch qoldi, qara. U sen kichkinaligingda biz kichkinaligimizda bir-birini o'ldirib, bir-birini quvib, shunaqa ishlar bo'lgan. Lekin mana Xudoga shukr. Xudodan keldi-da u prezident ham. Shunday. Bizmi? O'zimiz bilan o'zimiz. Ha. O'zimiz bilan o'zimiz urushib, Qirg'iz bilan o'zbek urushib, qancha urush bo'ldi oğlum? Qancha o'zbek o'lib ketdi, qancha qirg'iz o'ldi. Bu yerda qara. Bunday katta o'ylasang, hech kim o'lish kerak emas. Sadir Japarovmi? Sadir Japarov kelgan keldi. Yine mana shu situatsiyalar joyiga qo'ydi. Unda oldingi prezidentlar bizni o'zbek xalqimizni bunday aytdi senga o'zbek xalqimizni men Toshkentda tug'ilganman xolos. Shunday men Qirg'iziston nimasiman. Mana Sadir Japarov bo'lib tinchlik keldi hayotimizga. U sizlar kichkinaligida hayotimizda tinchlik yo'q edi oğlum. Shunday. Yine manaqa Qirg'iz bilan o'zbek urush, o'zbek bilan tojik urush, shunaqa urushlar urushishordi, no. Bu miyasi yo'q odamlar qiladi. Boshi yo'q, miyasi yo'q. Ha, buyruq bersa ham u miyasi yo'q odamlar edi. Shundaymi ularning miyasi yo'q edi. Nimaga desang, ular o'sha odamni o'ligiga foyda qilyapti. Shunday? Odamni o'ligiga foyda qilishyapti. Ashna foyda qilishib odamlarni o'ldirib tashlashdi. Foydasini qildi, lekin bizni Qirg'izistondan chiqib ketishdi-da hammasi. Bittasi ham sig'madi bizni Qirg'iziston. Shunday? Ha, qochib ketishdi. O'zi odamni o'ldirib bizni Qirg'izistondan chiqib ketishdi. Mana Sadir Japarov kelib, mana hayotimiz 5 yil bo'ldiki, tinch yashayapmiz qara. Sayfullo. Mana 5 yildan beri bitta o'zbek, qirg'iz bo'lgan yo'q. Tojik, uyg'ur bo'lgan yo'q. Bitta narsa bo'lgan yo'q. Tinch yashayapmiz. Unda oldin vahshiy urushlar bo'laverib, kim qanaqa nasionalist ham nima bo'lib qoldi-da, xullas o'rtada. Shunday kim o'zbek, kim qirg'iz bular, kim tojik, kim nima. Lekin bu dunyoda unaqa bo'lish kerak emas. Tojikmisan, o'zbekmisan, inson bo'lsang, bo'ldi endi bular bu dunyo. To'g'rimi? O'lim? To'g'rimi? Sen mana insonmisan? Qirg'izni ot chiqib o'ldirarlisan? Ha? Tojikni-chi? O'ldirolmaysan? Kimni o'ldirarlisan? Hech kimni o'ldirolmaysan. Ashnaqa qara, ashnaqa nimalar bo'lib, ashnaqa nimalar qilishdi-da o'g'lim. Bo'pti endi xafa bo'lma. Endi katta sportsmen bo'lsang, qirg'iz sportsmen bo'lasan. Ha, futbolist sportsmen degani bu futbol
Futbolistmisan, nima bu sen ham sen sportsmen bo'lasan-da oğlum. Rostlagan vidolash. Shunday. Bu nafaqat terma jamoa bilan, futbol bilan aylash. Ana Ispaniya bilan chempion bo'ldi. Ha, hozir ko'taradi.